Bugungi olib qo'ygan mashinamiz Kia Seltos. Kia Seltosdan tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bunga har doimgidek italyanskiy lavato miyamiz joylashtirib berdik, injektorimiz ham italyanskiy lavato bo'ldi. Bitta brendda reduktorimiz Rail Spectre reduktor akkuratni qilib joylashtirib berdik. Xo'p, orqa qismiga mashina rangi yo'g'risi yoqdi, lekin orqa qismimizga esa 60 bittalik gaz balon joylab berdik. Shumkalar bilan обязательно datchiklar ham ko'rsatiladi. Bitta pasayadi, ko'rsatadi, o'tiladi. Zaprashning tagiga bo'ldi, egalar xohishiga ko'ra baholasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Hozir bitta ligirovka qilamiz. Egalariga topshirib yuboramiz. Bu mashinamiz garantiya bo'yicha, avtosalon garantiyasi bo'yicha qoldi. Gazlar qo'yib berdik, xudo xolasa ideal tarzda yuradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Imkon qadar ishlayni bitiramiz qo'ldan kelgancha. Avvalo Xudo.